Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doktor yo'qlar. Sizmi siz o'chiribdi? Ha, mana. Sizdan boshqa hech kim bo'lmasa, shu yerdaman, xo'p? Xo'p. Kirib chiqdingizmi siz? Yo'q. Sizdan keyin kiraman, men to'g'rimi? Nima? Sizlar ham bu yoqqa kirasizlarmi? Albatta. Og'ayni? Siz ham kirasizmi? Sizlardan mendan keyin kirasizlar-da, to'g'rimi? Nima deyapsan? Bu yoqqa kelsam bola, nima deyapsan? Biz 3 soatdan beri kutib o'tiribmiz. Oy, men hozir kirib keldim. Yo'q edi, manta qis turgan edi. Yo, to'xtab tursanglar-chi, to'xtab turinglar. Sizlar gapirsangiz-ku, nima yo'l qilyapsiz? Biz seni ko'rganimiz yo'q, 3 soatdan beri. Opa, men shuni eshikdan kirdim deyapman. Kelsam bitta mashq bor edi. Oching eshikni oching. Telefon qilmay. Oy, men pecha turaman deyapman sizga. Pecha turaman deyapman men sizga. Shunda pecha turib bering, qog'oz olib kelganman. Doktor bormi o'zi? Doktor yo'q ekan, mashinalari. Yo'q, doktor yo'q. Yo'q, men pecha tura olmayman. Doktor yo'q dedim-ku, men farroshman. Shu Qog'oz olib kelgan, shu pechatga ursana qilib. Ochdan o'zi boydan beri asab buzilyapti. bu shifoxona emas, jinnixona.